Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, hurmatli do'stlar. Mana bugun xudo xolasa Jizzax shahrida benzinli hamda elektrический mototsikllarimizni qisqacha obzorini qilib berishga harakat qilamiz do'stlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qisqacha videomiz yoqsa, like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz do'stlar. Narxlarni xudo xolasa udarni qilib berishga harakat qilamiz. Biz boshladik. Birinchi modelimiz 250 kubalik do'stlar. 2 tonna yuk oladigan. Xo'p, oldi chiroqlarni bir qismini ko'rsatib o'tamiz do'stlar. 60 talik vilka bosilgan 250 kubalik radiatorli benzinli mototsiklimiz Hunji 2 tonnagacha yuk oladi do'stlar. Xudo xolasa narxini 31 million deb baholadik. Bo'lib to'lashga, kreditga do'stlar, naqd pulga savdomiz bor. Bemalol mana shu Orom bozorining yonida do'konimizga tashrif buyurishlaringizni so'raymiz. Bemalol kelib savdolashib xudo xolasa xarid qilishlaringiz mumkin. Keyingi modelimiz 200 motor radiatorli bo'ladi do'stlar. 1,5 tonnagacha yuk oladi. Oldi ko'rinishlari Hunji modelimiz. Oldi ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, kuzov razmerlari esdan chiqibdi. Kattasi do'stlar 220 ga 140 lik. Hop, kichkinasi 2 ga 135 lik kuzov bo'ladi. Bundan keyingi modelimiz ham xuddi shunday 250 kubalik 2 tonnalik hop radiatorli. Hammasida o'zida понижный повышениялari bor do'stlar. Yangi vitesga kelgan, 2 talik vilkali kelgan. Bemalol tashrif buyurib xarid qilishlaringiz mumkin do'stlar. Kreditga, naqdga, pritsliga bemalol beramiz. Har xil rangidan mavjud, xudo xolasa dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab beramiz. Bir qator vilkasini ham olasiz, yangi endilikda yangi chiqayotgan vilka. Bemalol amortizatsiyasi komfort vilkadan hisoblanadi. Bu yerda do'stlar qo'shma balonimiz bor. Qo'shma balonimizning narxini 31 million 200 ming so'm deb baholadik do'stlar. Xo'p, narxiga yana to'xtalib o'tamiz. 200 motorimiz Hunji'miz. Naqd pulga do'stlar 26 million so'm deb baholadik. Kelib bemalol savdolashib, xudo xolasa magazinimizda xarid qilishlaringiz mumkin. Naqdga, kreditga, pritsliga dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab qilib berishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'p, bu tarafda elektrический mototsikllarimiz bor. Bular bilan ham qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu yerda faqat 3 xilcha modelimiz ham bor edi. Xo'p, oldi betdan kelasiz. Oldin qatordan tushirib o'tamiz. Kabinali variantimiz do'stlar. Shu turishiga mana kabinali variantimiz. Naqd pulga bo'lsa do'stlar 30 million so'm deb baholadik. Xudo xolasa bemalol kelib savdosini qilishlaringiz mumkin. Oldi betini ham ko'rsatib o'tamiz. Oldi betlari LED chiroq bilan jihozlangan, ikkita yonma-yon bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda do'stlar, bemalol qishning yoziga ishlatib, bemalol xudo xolasa o'ylab ketadigan. Yangi modelimiz turli mototsiklimiizda 1 tonnalik akkumulyatori 86 ga 1800 giga motor bilan jihozlangan. Zapas balon, kaska, damkira, balon kulishlari o'zi bilan do'stlar ichida bo'ladi. Kabinali variantimizni 16,5 million so'm deb baholadik. Narxini kelishtiramiz. Buni ham kreditga, naqdga, bo'lib to'lashga bemalol olishlaringiz mumkin do'stlar. Bundan keyingi modelimiz kabinali variantda. Bolli kabina, pechkalar ishlaydi do'stlar. Qishin yozim bemalol tushmay ish qilsa bo'ladigan 350 kubalik motor bilan jihozlangan. Yuk ko'tarishi 2 tonna, 2,5 tonnagacha yuk ko'tarib bemalol tortib beradi. Mana bu tarafda qo'shma balonimiz, bu tarafda aytib o'tganimizdek narxini 31 million 200 ming so'm deb baholadik do'stlar. Qo'shma balonimiz 2,5 tonnagacha yuk oladi bemalol. Va yangi rangidan, xo'p, keyingi rangi ko'k rangimizda samosvalli variantda bor mana do'stlar. Ahamiyat beramiz. Samosvalli variantimiz kompressorga, akkumulyatorning hisobiga ishlaydi. 2 tonnagacha yukni bemalol ko'tarib qo'yib bera oladi. 100% javob beramiz xudo xolasa bunga. Qo'shimchasini ko'rib turganlaringizdek mana panellari, zapas balon, kaska, damkira, balon kulishlari bor do'stlar. Panellari o'ziga qo'yilgan. Elektrический mototsiklimizni bu orqa tarafidagisi. Buni ham 86 lik akkumulyator bilan jihozlangan 6 dona bo'ladi do'stlar.
1800 milliy motor. Qo'shimcha kaska, domkrat, zapas balonlari bor. Dastavka O'zbekiston bo'ylab qilib berishga harakat qilamiz. Naqdga, kreditga, prechistlenaga. Darvoqe do'stlar, kreditga olish uchun yashab turgan mahallangizdan hokim yordamchisidan tavsiyanoma ajrattirib, yagona darchadan ключ parol olib, bizni telegramimizga tashlab bersalaringiz, hop, shartnoma qilamiz, lokatsiya bilan yetkazib beramiz do'stlar. Garantiyalar 2000 km beramiz. Elektrikli mototsiklimizga 3 oy garantiya beramiz. Kanalimizda yangi bo'lgan aka-ukalar obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'raymiz. Qisqacha videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Sog' salomat bo'lasiz.